Bu yilgi Ramazon oyini zavqli o'tkazishingizda top 3 manzil. Eng taassurotli lahzalarni esda qoldirishingizda 3-inchisi ahamiyatga ega. 3-o'rin Istanbul. Istanbul tarix va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan manzil. Ramazon oyida Istanbul ko'chalari sharqona taomlar xushbo'yligi bilan to'ladi. Bozorlar jonlanadi. Masjidlarda esa minglab musulmonlar yig'iladi. Iftor va kechki namozdan keyin Bosfor bo'yida sayr qilish va Moviy masjidni tomosha qilish Ramazon oyini yanada go'zallashtiradi. 2-o'rinda Dubay. Bu yerda Ramazon an'analari va hashamat uyg'unlashadi. Siz iftor vaqtida eng chiroyli joylarda zavqlanishingiz mumkin. Masalan, Fors ko'rfazi qirg'oqlari yoki Burj Xalifa manzarasiga ega restoranlar. Jumeyra masjidiga tashrif buyurib, o'zgacha muhitni his qilishingiz mumkin. Eng zavqlisi 1-o'rindagisi. Bu Saudiya Arabistondagi Makka va Madina shaharlari. Bu shaharlar barcha musulmonlar uchun alohida ahamiyatga ega. Bu yerda Ramazonni o'tkazish har bir musulmon uchun katta baxtdir. Siz umra ziyoratini amalga oshirib, jamoaviy namozlarda qatnashib, dunyoning turli burchaklaridan kelgan millionlab musulmonlar bilan birgalikda o'zingizni zavqli his qilasiz. Bu manzillardagi har bir daqiqa muqaddas lahzalar va baraka bilan to'lib toshadi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.